Salom hammalarga, yana sizlar bilan Cosmos Gamer. Bugun biz Minecraft'da birgalikda ukam bilan survival qilamiz. Buni qismlarga bo'lganmiz albatta. Sizni oldingi kommentariyadagi sizni qo'yamiz. Короче, unda sid ochib qilamiz. Randomni ochib olamiz. Men voy tashga tarqatganman. Qilsa bo'tar. Men chotki. Chotki sid. G'ori ham bor ekan, yaxshi. Holla. Mana u ham qo'shildi. Endi bu yerdan tosh qaziymiz. Tosh qazishni davom etamiz. 13 obunachi bo'ldik, rahmat. Hali ko'p obunachilarga erishamiz. 100 ga bo'lsak, bu akkauntni sotmoqchiman. Aralashtirmoqchi. Shunday qilib obunachi to'lashgan. Men edit qo'yib, ko'proq obunachi topyapman. Shuning uchun ham edit ko'proq chiqadi. Hozirgi kunda chiqara olmayman, chunki Instagramga ham qarash kerak, YouTube'ga ham qarash kerak. Video chiqib qoldi, sabab vaqt bo'lmadi, bo'sh joy yo'q, hech qanday shovqinsiz. Shuning uchun ham muammo bo'ldi video qo'yish. Keyin bizlar hech qanday video qo'yolmay qoldik. Shuning uchun endi bu videoning 8 ta 9 ta xullas maqsad bu videodan full temir narsalar qilib uy qurish. Uy qurgunimizcha video davom etadi. Qismlarga bo'linib, chunki deganda menda qandaydir amerikanskiy nomer so'rayapti. Yarim soat yoki 1 soatdan ziyodroq qilaman. Menga tushuntirib borib kommentariyaga yozib olinglar-da, qanday qilib yarim soat 1 soat. Balkim birdan 1 soat video qo'yib berarman. Balkim taxminni ham olib qo'ying qani. Balkim ko'proq video qo'yarman shu sabab. Kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Videoga like bosib kommentariya. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Yaxshi, kanalda kuchi tugayapti. Sizlar uchun buni grafikasini ko'tarib qo'yaman. Videoni montaj qilayotgan vaqt. Men uncha iflosligim kelmaydi. Ana sindi. Endi go toshlaydi. Bo'ladi ki. Botta ish xoma. Ahmed. Qaytarding-ku. Oy. O'lib qolaman hozir, o'lib qolaman. Jonim kel. O'ldirma. Qancha edi? 32 degan tosh. Menda 1 stakkina. Qani, let's go. Tosh bo'lib qo'y. Shuni ham sakraman. Qo'y. Dalakni. Bu qo'ygansan. Dalak chaqamiz.
Hozirgi videoda maqsad bo'lsa, Tiptex joy topib, agarga iloji bo'lsa temir yasash. O'g'irlar bor ekan, ularni bittasi ham temir yo'q. Instagram katta ham video olardim, bu videoga bo'lib qoldi. Bilsangiz kommentariyga yozib yuboring. Balkim Instagram katta ham video chiqaramiz. YouTube kanalimiz bor edi. Unga ham shaxsiy telefon olsa, bir Osman sizler taraftan sizi kalmasınız için o'tkazib yuboramiz shu joyga. Mana do'stlar, bizlar shart bo'ldik, lekin hozircha bu yerda ko'mir ham topib oldik. Bu tepada temir topdim, xursand bo'lib yuribdi. U 12 ta temir topib qo'yibdi. Men temir yo'q deb g'orga kirmagandim. Endi meni arqamdan yapti. Shuning uchun ham temir izlagan tushganim, ko'mir topdim. Yaxshi. Kerak kelajakda. O'zingga tushunayman. Qani men tushganman. Aynen bir Osman düştü. Aynen bir Osman düştü. Fark ettik. Şimdi aynen şunun daha şart koymayın. Ne yapıyor bakın diye. Bedrock'a yaklaşın okşayatmış. Geçen temir çıkanı yok. O redstone çıktı, lekin temir çıkanı yok. Ana ko'mir topdim, lekin temir çıkanı yok. Hisobsiz ekan. Teparoqqa chiqib olib, endi temir O'g'orchaga to'shamni qo'y bu dunyoda faqat ishlarandi. Chop qo'y menga. Menga 8 ta kerak. Yoki da 9 ta. Menga 9 ta temir. Maylama. Yo'q, oldin meni haqim deb katta bo'lgan odam endi birovni haqini yeyungumas deyir qaragan. Oldin bu survivallarimizni faqatcha aka temir beribdi deydik. Hadi chiqmaydik. Misal men ya şey sana. Ama çok peşinde gerekmez. Şu videoda men darafını videoni to'xtataman. Kısa çıkışını alırsanız like basın.
Bilasizlar do'stlar, bugungi video ham o'z nihoyasiga yetdi. Shuning uchun ham video to'xtatildi. Keyingi qismda chiqishini xohlasangiz like va obunani dang'illab qo'ying. Paka.